Navbatdagi domimiz Rishton suvidan kirganingizda yoki Nomeradin choyxonani orqasidagi 12-domimizda ikkinchi etajida 2 xonali kvartiramiz zudlik bilan sotilyapti. Uspet polda, puli ham shkalad narxda. Hozir men sizlarga buni obzorini qilib beraman. Mana tayyor yashayman degan uyimiz. Kirish joyimiz, kenggina koridori bor ekan. Konditsioner, stiralli mashinani yangi olib kelib qo'yishibdi. 80% mebel jihozlar qoladi. Kuxnyamiz, xolodilnik ham qoladi. Aqlli kotelni ham yaxshisidan qo'yishibdi. Gazni qaranglar, dakansi buramagan. Lekin gazni holati dahshat. Gaz, suv, svetdan umuman muammosi yo'q. Mana shu hamma yo'q qoladi. Qaranglar, qanaqa chiroyli qo'yishibdi. Birinchi xonamizga kiramiz. Mana zalimiz, ha. Zalimizda ham qaranglar, Wi-Fi hamma yog'i bor. Televizorda shunisini olib ketishadi, bunisi qoladi. Qaranglar. Ikkinchi xonamizga kiramiz. Ikkinchi xonamizda mana qanaqa radiatorlarimiz bor, ishlaydi. Gaz, suv, svetdan muammosi yo'q deganmiz. Qaranglar, mana tayyor kelib yashaysiz. Mana umumiy sanujerimizni ham qaranglar. Lekin buni ham yangi olishgan, bu ham vanna ham yangi, hamma yog'i mavjud, filtrlargacha qo'yib qo'yishgan. Qaranglar. Gazini o'chirib qo'yaylik. Bu kvartiramizni subsidiyasi, krediti amal qilinmaydi, sababi yopish kerak. Opamiz boshqa joydan kvartira olishyapti kreditga, o'shani hisobiga nomidan chiqib ketish kerak. Narxiga kelsak, narxi $25,500, sunnatiga ozmoz o'tib beradi, lekin zo'r joy.